Assalomu alaykum Akmaljonov kanalining hurmatli obunachilari va YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibmiz. Bugungi video obzorimiz Hayit bayramidan video obzor qilib o'tamiz. Tuxum urishtirilayotgan joylaridan. Mana ko'rib turganlaringdek Hayit bayrami ham boshlandi. Bugungi sanamiz 5-iyun, haftaning juma kuni. 2025-yil. Hammalaringga kirib kelgan Hayit Arafa bayramlaring muborak bo'lsin deb qolamiz. Bolalar tuxum urishtirayotgan joylardan ko'rsatib o'tamiz. Tuxum urishtirishlar mana ko'rib turganlaringdek avjida. Kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Shunda biz like bosib qo'ysangiz, obuna bo'lib, shunda biz kiritib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishga muyassar bo'lasiz. Tuxumlarimiz mana onasi 2000 dan sotilyapti. Kilitkaga 50 ming 55 ming so'm bo'lyapti. Mana sizlarga tuxum urishtirayotgan joylardan ko'rsatib o'taman. Odam ancha gavjum, tuxum urishtirishlar avjida. Mana tuxumlarimiz sotilmoqda. Damasda birdamas tuxumlar sotilib tugab ketyapti. Mana ko'rib turganlaringdek tuxumlarimiz rang-barang. Hamma urishtirish bilan ovora. Mana bu chekkada bolalarimiz ham urishtirishyapti. Hurmatli obunachilar, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.